Bugun biz mana shu profil egasidan kelgan katta pochtani ochib ko'ramiz. Qanunda boshladik. Qilib ochib olamiz. Mana hozir sizlarga buni ichidan nimaligini ko'rsatib chiqaman. Mana bunday narsalar. Buni nimaligini videoning oxirida bilib olasiz. Xo'sh. Bu eng kerakli narsa. Bunimiz ichida xo'sh. Bu mes plata bizga juda ham kerak bo'layotgan, ya'ni driftlarga mashinani ham xo'sh, unga ham akkumulyator kerak edi. Bizga 24 voltlik kerak edi. Xo'sh, menda 36 volt bor edi. Bu endi biz bu bilan 24 volt batareyka yasasak bo'ladi. Xo'sh, power bank model, bu bilan power bank yasab olishimiz ham mumkin. Xo'sh, bu mes plata, bu narsaning kichkina varianti. Va bu Arduino Mega platasi. Bu platamiz bilan katta loyihalar, ajoyib loyihalar qilsak bo'ladi. Bu menga juda ham kerak bo'lib turgan edi. Mana keldi. Endi og'ir qismi. Buning ichida ham batareykalar bor. Xo'sh. Ko'rishingiz mumkin. Buning ichida barchasi ishlaydigan batareykalar. Buning ichida bu karobkaga 100 dona batareyka sig'adi. Buning ichida 100 ta bor. Mana olib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa batareykalar. Xo'sh. Agar skuteringiz yoki elektrosamokatingiz, muravingiz batareykasi yaxshi yurmayotgan bo'lsa, shu profilga murojaat qilishingiz mumkin. Bu akamiz skuter, elektrosamokat, shunga o'xshash elektronik transportlarga batareyka yasab berar ekanlar. Juda ham narxlari ham yonboq va sifatli ishlar ekanlar. Xo'sh, bu narsaga keladigan bo'lsak, bu narsamiz bu batareykani qo'yib teradigan narsasi hisoblanadi. Bunaqadan terib, bir-biriga ulab ishlatish mumkin. Bu shunaqa narsaga kerak bo'ladi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz endi driftlarga mashinani yasashni boshlaymiz. Obuna bo'lishni unutmang.